Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar. Skuterimizda yangilangan modellarimizni arzon narxlarda ko'rsatib o'tamiz. Aynan sizlarga ko'rsatib o'tadigan gapni ochig'ini aytsak, cho'ntak skuterimizni yangilangan 2025 dizaynga ega skuterimiz. Bu skuterimizda Redline dizaynga ega gazdushkalar hamda zatnik yuruvchi mana kam gapirib ko'rsataveray mana. Zatnikka yuradi skuterimiz. Parkovka rejimi bor, danniy rejim bor, sport rejimi bor. Cho'ntak skuteriga bu o'ta katta noyob detal degani. Telefonga zarar pastavka, telefonga zarar beradi. Original pastavka, original ключаторlar mana, uni qaranglar. Vashshi. Pavorotlar. Eng qizig'ini aytsam, cruise control ham skuterda mavjud. Balonni qarang. Skuterimiz 22 tezlikda harakatlanyapti. Yaqinlashtiring. Ko'rinyaptimi? Olib keling-chi mana. Gazni qo'yib yuborganmiz. Mana. Endi balon aynalyapti mana. Ko'ryapsizlar. Bunaqa ham bor. Nima deydi? Cruise control. Skuterimizning narxiga kelsak, akalar, narxi nerealniy narxda, chiroyli narxda $255 skidkaga atiga 3 tasini taqdim qilaman. 14 razmerga ega original katta akkumulyatorlar. Bu komplektida skuterimiz bokovoy, zaryadchi, garantiya qog'oz, undan tashqari masofadan boshqarish qutba kalitlari, kaskaj lenti chiqadi. Undan tashqari yo'l tanlamas 16 lik skuterlarimizni, old-orqa jitkistomizni, orqa bachoylari bor, telefonga zarar pastavkalari bor. Bu skuterimiz lekin cruise control, zatnik yurgan rejim, sport rejim, parkovka rejimlari yo'q. Temir qanot bor, yo'l tanlamas diska bor, 5 ta akkumulyator, old-orqa jitkistonimiz. Bu skuterimiz narxi esa pul chiqardi. $345 chiqadi. Undan tashqari bunisi bor. Sizlarga atab qo'yganim yo'l tanlamas yangi modeli, sport rejimi bor, danniy rejimi bor, zatniy rejimlari bor. Old jitkistonimizda 5 ta akkumulyatorli bacholar originaldan qo'yilgan $325 dan. Vashli chiroyli narx. Shunaqa narx chiqardi. Keyin mana yangilangan modellari ham bor. Undan tashqari mana Redline bolalari vashli zo'r chiroyli narxlarda. Mana bu bor 6 ta akkumulyatorli, egari uzundan qo'yilgan, narxi esa $450. Undan tashqari bittasi dinay Tesla skuterlarimizda 2025 dizaynga egaligi bu 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Old-orqa trostomizda qalindan qo'yilgan. Bu skuterimiz narxini $285 dan beramiz. Undan tashqari Tesla skuterimiz 2024 dizaynga egalisi bor. Bu modelimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Yangilangan modelda original amortizatorlar qo'yilgan. Bu skuterimizni $250 ga baraka qo'yamiz. Omon lekin narxi o'ta chiroyli narxda. Telefonga zarar pastavkalari bor. Xo'p, tablolari bitta nuqsoni bor. Tablosi bitma, o'chib yonadi mana. Metdan bag'i ko'rinmaydi. Atak tabloda yangilab bersak $20 qo'shiladi. Undan tashqari mana yangilangan modellari bitta baho beringlar, o'ta dizaynlari chiroyli. Orqa jitkistonimizda telefon pastavkalari bor. Bemalol 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Orqa bachoylari bor. Bunga endi temir duga, oyoq qo'ydigan duga, yo'l tanlamas diska, pedal yangilangan modelda. Buni narxi endi chiqadi. Agar magazinga tashrif buyursalaringiz, shu skuterlarning narxlarini to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Dizel skuterlarimiz $900 variantlari. Undan tashqari yana yangilangan modeli bugun sotuvga chiqdi. Sizlarga ko'rsatib o'tish uchun aynan dugalikni eng baland razmerni oldiga qo'yganmiz. 16 razmerli, lekin bu 12 razmerli. Bu dugalikni eng baland razmeri deyiladi. Bu kichik skuterlarda eng baland razmeri. Endi bu gapni nima demoqchiman? Bu skuter konkurent bo'la oladimi degan savolni kommentariyga fikr bildirib qo'yasizlar. Bu skuterimiz bo'yini qaranglar. Pashti shu skuter bilan teng bo'lib turibdi. Undan tashqari sidinalari ham pashti bir xil bo'lib turibdi. Metda kengligi bir xil, orqa bachoylari daji bir xil. Bu skuterimiz yana bemalol 2 kishi o'tirsa bo'ladi mana. Bitta, undan tashqari 2 ta. Oyoq qo'ygan joylari ham bor, dugalari ham bor, old setkalari ham bor, old jitkistonimizda 3 ta skorosti bor. Skuterimiz narxi esa $400. Narxiga omon 100% arziydi, xudo xolasa. Akkumulyatorlar ham kattasidan qo'yilgan. Endi yonish dizaynini qaranglar. Vashli chiroyli, mo bidni qaranglar, skromniy. Endi mon qaranglar, pavorotni qarang. Vashli chiroyli pavorotlar. Undan tashqari hojakalar skuterlari ham kelgan bizga. Bir kishi o'tirsa bo'ladi. Bu sidinasini bunday qilsalaring, orqasiga odam o'tirsa bo'ladi. Telefon pastavkalari, kolonkalari bor. Mana pavorotlar bor. Bu skuterimiz narxini esa $575 dan beramiz.
Undan tashqari velosiped ishqibozlari uchun aynan velosipedlarimizni geliy akkumulyatorli hamda litium akkumulyatorli 80 kilometrdan 150 kilometr yuradigan modellari, 40 kilometrdan 80 kilometr yuradigan modellari yangilangan dizaynlar sotuvga kelgan. Undan tashqari hozirgilar skuteri, ya'ni litium akkumulyatorli velosipedlarimiz sotuvda mavjud. Bu skuterlarning narxini esa $350 dan $450 gacha, $330 dan $400 gacha har xil modellari bor. Bu litium akkumulyatorli esa 500 barga qo'yamiz. Kimga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, o'zlaringga izohga, undan keyingi skuterlarimiz qanaqa skuterda obzor qilib berishimizni so'rasalaring, kommentariyga fikr bildirib qo'yinglar. O'zingizga to'xtalib sog' bo'linglar.